Hammaga assalomu alaykum. Xullas o'rtoqlar, bu videomda sizlar to'g'ri syomka qilish, to'g'ri auditoriyani aniqlash va syomka qilgan videoyingiz reelsiz topga chiqishi uchun nimalar qilish kerakligini o'rganasizlar. Umuman reels syomkasini boshlashdan oldin sizlar birinchi o'rinda qiladigan narsalar bu maqsadli auditoriyani aniqlash. Ya'ni videoyingizni kim uchun chiqaryapsiz? Sizga bu video orqali keladigan mijozlaringiz yoki obunachilar sizlarga kelajakda nimaga kerak bo'ladi? O'shanga qarab turib siz content plan tuzasiz. Bu degani nima? Misol uchun deylik, SMM sohasida ikki xil auditoriya bor. Ya'ni tadbirkorlar bu kim? Ertaga sizga mijoz sifatida o'zining proyektini topshiradigan insonlar yoki bo'lmasa qiziqqan insonlar. Ya'ni ular SMM ga qiziqayotgan odamlar, kelajakda siz agar o'zingiz qanaqadir darslik chiqaradigan bo'lsangiz, sizni kursingiz yoki darsingizni sotib olishi mumkin bo'lgan auditoriya. Ikkala auditoriyaga sizlar ikki xil ishlaysizlar. Ya'ni agar siz kurs sotmoqchi bo'lsangiz, darslik qilmoqchi bo'lsangiz, ko'proq video montaj bo'yicha yoki boshqa, xullas SMM da kerak bo'ladigan detalli masalalarni yoritib beradigan reels chiqarishingiz kerak. Agar siz tadbirkorlar uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz, tadbirkorlarni yig'ib kelajakda ulardan siz proyekt tortmoqchi bo'lsangiz, siz ko'proq natijalaringizni, biznesni endi boshlaganda nimalarga e'tibor berish kerak, endi akkaunt ochganda nimalarga e'tibor berish kerak. To shu haqida misol uchun video qilsanglar bo'ladi. Ana o'sha narsa kerakli maqsadli auditoriyaga urgan bo'lasizlar. Ikkinchisi g'oya va ssenariy. Ya'ni sizda auditoriya bor, maqsadli auditoriyangizni aniqladingiz, endi unga moslab siz g'oya qilasiz, ya'ni ideya. Uni qanaqa qilib uni ko'rsatib bersam bo'ladi. Hozirgi kunda ko'proq ijodli kontentlar trendga chiqyapti. O'tirib olib qanaqadir foydali ma'lumot berish uje urfdan qoldi. Ko'pchilik ijod orqali sizga foydali ma'lumotni yetkazyapti. Misol uchun shunaqa kontentlar qiladigan bo'lsangiz, uchib ketishi aniq. Aynan hozirgi kunda 2025-yil boshi yanvar oylarida, fevral oylarida ham shu narsa uchishi ehtimoli katta. Ya'ni siz o'tirib, assalomu alaykum o'rtoqlar, bugun sizlar bilan SMMda kerakli 3 ta narsani o'rganamiz emas, balki buni siz qanaqadir ijod yo'nalishida, syujetga bog'lab turib, qanaqadir aktyorlar bilan birga yoritib beradigan bo'lsangiz, u narsa ko'proq odamlarga qiziq bo'ladi. Chunki hamma aqlli, hamma foydali kontent qilyapti, bu narsadan hamma charchadi. Odamlar charchadi. Chunki mana o'zingiz ham Instagramga kirsangiz, misol uchun foydali narsa olaman, nimadir o'rganaman deb kirmaysiz. Prosta vaqtingizni o'tkazish uchun, zerikish uchun, uni siz xohlasangiz uyingizda yoki ishxonada har xil holatda ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz divanda o'zi itak charchab kelgan holatda o'tirib ko'ryapsiz, kimdir sizga foydali kontent chiqaryapti, prям ekspertni kontent. U narsa sizga yoqmaydi. Xo'p, g'oya, ssenariy tayyor deylik. G'oyangizni qildingiz, ssenariy. Endi to'g'ri lokatsiya, ya'ni vizual rejani o'ylab topishingiz kerak. To есть qaysi kadr ko'chada syomka qilaman, qaysi kadr ofisda, qaysi kadr stol ortida, qaysi kadr yurib kelib. Ya'ni siz har bitta kadringizni tasavvuringizda iloji bo'lsa qog'ozga tushirilgan holatda zakadrировать qilishingiz kerak. Bu nima degani? Misol uchun reels olmoqchisiz, u yerda ikkita ishtirokchi, ikkita aktyor rol o'ynayapti. Ular umumiy hisobda deylik 8 ta gap gapiradi umumiy hisobda. 8 ta gapni siz kamida 4 ta lokatsiyada olishingiz kerak. 4 xil lokatsiyada. Misol uchun qaysidir ko'chada, qaysidir ichkarida, qaysidir stol ortida, xullas har xil lokatsiyada bitta joyda o'tirib olib, общийga kadr ko'p qo'yib, ikkita odam bir-biri bilan gaplashib turganini qilsangiz, u hech kimga qiziqmas. Tushunyapsizda nima demoqchiligimni? Ya'ni siz qilmoqchi bo'lgan kontent odamlarga qiziq bo'lishi kerak. Odamlarga qiziq bo'lish uchun kadr tez o'tish kerak. Qancha kadrlaringiz tez o'tsa, shuncha odamni ushlab qolish oson. Misol uchun Instagramda ham birinchi 3 sekund nimaga? Chunki birinchi 3 sekundda siz odamni ushlab qola olsangiz, u odam sizni videongizni oxirigacha ko'rishi mumkin, bo'lmasa o'tkazib yuboradi. Tasavvur qiling, Instagramda o'tiribsiz, har 3 sekundda reset qilyapsiz. Bu nima degani? Har 3 sekund, har 4-5 sekundda kadringizni o'zgartirib turish kerak. Ana o'shanda endi boshqasiga olaman degan paytda уже boshqa kadr chiqib keladi, odamni ko'z charchab qolmaydi. Va bu video ehtimol bilan uchib ketishi mumkin. Vizual qildingiz, g'oyangiz bor, maqsadli auditoriyangiz bor. Endi o'sha joyga borib, uskunalarni, ya'ni apparatlarni, оборудованияni, undan tashqari o'sha syomka qiladigan moslama, xullas joylashtiruv, to'g'ri joylashtiruv, svetlarni to'g'ri joylashtiruv ham muhim ahamiyatga ega. Misol uchun shu xona, oddiy orqamda devor, stol. Agar men shu yerda svetni noto'g'ri joylashtirsam, bu yerda xunuk kadr chiqib qolishi aniq.
agar svetlarim bo'lmasa, umumiy svetni yoqib qo'yib o'tirib gapirsam, u kameraga yoziladimi, qimmat 2-3 ming dollarlik kameraga yoziladimi yoki oddiy telefon Androidga yoziladimi, muhim emas. Baribir video sifatsiz chiqadi. Shu bilan birga svetlarni to'g'ri joylashtirsangiz, fonni to'g'ri tanlasangiz, qanaqa telefonmi, kamerami, nima bo'lishidan qat'iy nazar videoingiz chiroyli, sochni chiqishi aniq. Bu narsani o'zingizdan sinab ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, uskunalarni joylashtirdingiz, lokatsiyani tayinladingiz. Hamma narsangiz bor. Endi suratga olish jarayoni. Ya'ni suratga olish jarayonida har bitta element muhim ahamiyatga ega. Misol uchun to'g'ri o'tirish, yoqingizni to'g'rilashdan tortib, yuzingizdagi holatlar, sochlaringiz to'g'ri, bularning hammasi ham juda katta ahamiyatga ega. Odamlarni kerak emas narsaga chalg'itib qo'ymaslik kerak. Hozirgi kunda o'zbek auditoriyani oladigan bo'lsak, haterlar juda ham ko'p. Siz foydali ma'lumot berayotganingizda arzimas narsani ko'rib turib ham hate qilishligi mumkin. O'sha narsa bo'lmasligi uchun imkon qadar vizualni chiroyliroq qilishga harakat qiling. Xo'p, syomka qilib bo'lganingizdan keyin montaj. To'g'ri aytishingiz mumkin, hozir qanaqadir dinamichli montajlar unchalik to'g'ri tortmayapti. Ko'proq tabiiy videolar ko'tarilib ketyapti deyishingiz mumkin. Lekin har bitta pozitsiya, misol uchun deylik, 5%, 10% dan ushab qolsa ham, 10% vizual ushab qoldi, 10% montajingiz, 10% ideyangiz ushab qoladigan bo'lsa ham, video uchib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ya'ni siz nimadir gapiryapsizmi, uni vizualni ham ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ana o'shanda chiroyli chiqadi. Montaj ham juda katta ahamiyatga ega. Va eng oxirgisi, montaj qilib bo'ldingiz, videoingiz tayyor, o'zingizga yoqdi, uni joylashtirdingiz. Uchib ketmadi. Shunda xafa bo'lishga, siqilishga, men qo'limdan kelmaskan deb hammasini tashlashga shoshilmang. Bu holatda ustingizda ishlang, analiz qiling. Nimaga bu uchmadi? Nimaga men ko'rgan ideya mana bu joyda uchdi, lekin menda uchmadi? Ya'ni oxirgi eng kerakli etap bu tahlil. Qancha ko'p o'zingizni kontentingizni tahlil qilib tursangiz, shuncha sifati etap-etap oshib boradi. Va o'zingizni auditoriyasi kim, ularga nima yoqadi, nima yoqmaydi, kimga siz taqlid qilsangiz to'g'ri kelyapti, kimga taqlid qilsangiz to'g'ri kelmayapti. Bularni hammasini etap-etap o'rganib borasiz. Ya'ni video qo'ydingiz, tamom, shu bilan ishingiz bitta emas. Tushunyapsiz? Siz har bittasi muhim ahamiyatga ega. Boshidan sanab o'taman. Bu nima? Maqsad auditoriyani aniqlash, maqsadli auditoriyani aniqlash. Ikkinchisi g'oya va ssenariyni aniq qilib yozish. Uchinchisi vizual to'g'rilash. Bu o'sha lokatsiyani aniqlash, keyin joylashtiruv, svetlarni, rakurslarni to'g'ri joylashtirish, syomka qilish va montaj qilish. Bularning hammasini siz etaplarini zo'r qilsangiz, videoingiz ham sifatli chiqadi. Video sifatli chiqsa, odamlarga ham ko'proq yoqadi. Lekin shu narsani ham unutmang, qanchalik videoingiz chiroyli bo'lmasa, qanchalik sifatli, eng qimmat kamerada, eng qimmat chiroqlar bilan olmang, agar ideyasi odamlarga qiziq bo'lmasa, bu qo'pol qilib aytganda bir tiyinga qimmat kontent bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eng muhim narsa, ya'ni ideya haqida ustingizda ishlang. Xullas, shu video bilan Xudo xolasa yangi kanalimizni boshladik. Bu kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'ylaymanki, sizga manfaatli bo'ldi va bunaqa kontentdan biz hali kelajakda juda ko'p chiqaramiz. O'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni ham unutmang.